Voy Shahzodani, uni kuzatyapsanmi? Kechasi bilan uyqumda halovat yo'shon. Qanaqa qilib mendan oldin erishib tushunmayapman. Men shuncha harakat qilib ham erisha olmayotgan narsalarimga u bittada erishib qo'yapti. Voy qanaqasiga ko'rish uchun yuribdi-ku, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hali ko'rasa ajralib ketadi bo'la. Prosta uni biromadi kelib qoldi-da Shahzoda, yoki shunchaki tasodif. Hasad qilish emas, lekin bir pasda bu darajaga yetishish aqlga sig'maydi-yu. Demak, bu yerda bir gap bor. Voy, qo'shinni tomi menikidan oshib ketdi. Tezroq uyimni sotmasam bo'lmaydi. Unutmang, hasad ortidan hech kim baland yetmaydi. Faqat ruhini qoraytiradi.